Bizda yomg'ir yog'sa ham biz ishda to'xtamaydi. Mana hozir obyektga keldik. Oldin buni to'g'irladik. Sinteporlar sozib, beneplitlarni qo'yib, orasidan unaqa skotchlab qo'yildi. Skotchlab hammasini qalanib, yog'ni mana anaqalarimiz tayyor. Shlankalarimiz tayyor. Apparatga qo'yamiz. Bunga ilamiz. Bu okeanga qarashadilar. Mana bitta kollektor, yana bitta kollektor. Hammasini yig'amiz. Ishimiz mana qiziq. Bu yoqda tualet, vanna, rakmina, bide, shushka, keyin kir mashinaga joy tashlab ketilgan. Tepaga ham qilingan ishlar ketyapti mana bu yerda. Bu yerda mana sinteporlar tashalgan. Hammasi tayyor. Xudo xolasi bugun minna qilasak bular teriladi boshida. Go'zal qilib teramiz bor. Juda qurtdek zo'r qilamiz. Tuxumdek tekis. Ha, tuxumdek tekis. Tovuğum zorla 5 gün. Ya tovuq qani? Yok. Ha, bala tovuq sho'rva yegan odam. Tovuğum var, güzel mi? Ha, o'ket. Ya sana bilmiyorum. Hammasi tayyor. Çekini ver bana. Ha, mana bu shaxta qilingan, turbalarni chiqib ketishiga. Har doim qurilishda shaxta qilish kerak. Bo'lmasa uy egasiga, cho'mchaga zarar bo'ladi. Shunaqa.